Qadrli obunachilar, bugungi obzorimiz Andijon viloyati Jahon bozorida ishlarimiz bilan tayyor holatda turibdi. Sifatlarini ko'rishingiz mumkin. 22 kilo macharka, 22 kilo polni macharkada tayyorlangan sidinlarni pampers prujini ko'rishingiz mumkin. Behijolat, reykalari ham o'ziga yarasha bir baquvvat qilib ishlangan, materiallari mo'shi, sidinlari pampers prujini, spikerlari 22 kilo macharka. Razmerlar reykaladigan bo'lsa 420 220. Bunisi ham 420 220. Bu kichikroq razmerlari ham bor. Ikkalovi ekan. Bularimiz 220 holatda tayyorlangan. Ikkita dona tofuga bor stoli. Bularni ham 420 larni ham stollari bilan qilib beramiz. Hammasini stol qo'shib qilib beramiz. Dastlabki 13 ta viloyatga, viloyatga kelishilgan holatda dastlabki qilib beramiz. Sidinalarni aytib o'tganimizda pampers prujini 20 kilo macharka. Spikerlari ham shunday holatda. Hozir baquvvat qilib ishlangan, behijolat o'zimiz chiqib ko'rsatib beramiz. Odamni bemalol ko'taraveradi, bolalardan bemalol nima qilib ishlatsa bo'laveradi. Materiallari ham mo'shi, stollari ham baquvvat. Inshaalloh xizmat qiladigan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Chiroyli holatda yetkazib olib tayyorlab beramiz. Bo'ldi.